Bu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum Qozog'iston. Biza o'zbek qozoq bir tug'an. Biza bitta yurt biza. Oddiy bir narsa. Biza uni yomon narsaga yo'ymaymiz inshaalloh. Faqat sizlarni qarsaklaring uchun jang qilamiz. Ha, xuddaladim alhamdulillah. Jigarlar, endi men ko'p gapirmayman. Faqat qonli janglar ko'rsataman. Bo'ldi. Hammaga rahmat. O'zbekiston xudo xolisa pahlavonlaring yo'lga chiqadi, ertaga boramiz, ko'rishamiz inshaalloh. Men xursandman yurtimizni bayrog'ini osmon uzra ko'targanimiz uchun. Meni Qashqadaryo tomonlarida Nishon degan, Shirnobod degan qishloqda otam, onam televizorda ortidan ko'z yoshlari bilan kutib turibdi, duolar qilib turibdi. Xudo xolasa onajonim, otajonim, men sizlarni xursand qilganimdan xursandman. Sizlar ana endi eng yaxshilarga loyiqsizlar. Men sizlar uchun harakat qilaman. Men o'qishga kirdim universitetga, Qarshi xalqaro innovatsion universitetga. Universitetdoshlarim, assalomu alaykum. Endi hamma xursand. Xudo xolasa faqat jang qilish davom etaman. O'sha gap Qozog'iston, O'zbekiston bir tug'an, только вперед. Erka bo'lan desam, sizlar xafa bo'lmaysizlarmi? U mehnatkash yigit. Xudo xolasa men ham mehnatkash yigitman, birga zo'r jang ko'rsatamiz. Faqat vaqt bor. Men opit olishim kerak. U opitni Hop, tushundinglarmi nima bo'lganini? Bir tushuntirib yuboringlar.